Hammaga salom. Sizlar bilan har doimgidek Azbek kanali va bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda hozir men frontend bilan HTML, CSS, JavaScript bilan juda ham bir zo'r veb-sayt yasaganman. Veb-sayt qanaqa desanglar, veb-sayt mebel do'kon uchun, mebellar buyurtma berish uchun onlayn veb-sayt qilingan. Hozir veb-sayt to'liqligicha tayyor bo'lmagan. Hozir men sizlarga uni obzorini qilaman. Birinchi bo'lib uni yozib Google'dan chiqaraveramizlar. Xo'p, enterni bosamiz va saytimizga kirdik. Bu saytimiz hali to'liqligicha tayyor bo'lmagan. Hozir men sizlarga bu saytni qanaqa ishlashini to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, kirganimizda bizda Alliance Mebellar do'koni kompaniyani ismi turadi. Bu chap tomonda. Va o'rtada mana bunaqa search qilish uchun, ya'ni biror bir mahsulotni qidirib topish uchun search turadi va o'ng tomonda admin bo'limi va manzil turadi. Adminni bosganda adminni, ya'ni mana shu mebel do'konni adminlarini raqami turadi. Buni bosganda kontaktlarga kirib ketadi. Hozir men kompyuterda bo'lgani uchun kontaktga kirib ketmaydi, chunki kompyuterlarda kontakt bo'lmaydi. Xo'p, keyin qanaqa ishlaydi bu sayt? Mana bu yerda order raqami bor. Bu order raqami nima uchun kerak desanglar, buyurtma berishda mana bu narsani order raqami bilan buyurtma beradi. Misol uchun kelinglar buyurtma berishni bosib ko'ramiz va bu yerda ismni yozishni so'rayapti. Ism, familiya va Telegram lechka va nomerlaringni kiritasizlar, xohlagan nomer. Misol uchun hozir men aniq emasligi uchun xohlagan raqamlarni kiritib tashlayman. Manzilni kiritamiz. Bunga ham taxminiy manzil. Va mana bu oxirida order raqamini so'rayapti. Order raqami nima uchun kerak desanglar, mebel do'konga application to'ldirib, biror narsani buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, uni ismi bilan yozsanglar, misol uchun mana bu yoqda Toshoyna yoki mana bu yoqda shkafcha turibdi. Xo'p, mana bu yoqda shkaf turibdi. Misol uchun shkaf deb yozsanglar, aniq qaysiligi bilinmaydi u. O'sha uchun har biriga order raqam berilgan. Mana shu order raqamni kiritasizlar va mebel do'konni administratorlari ko'radi va sizlarga aloqaga chiqib, mana shu order raqamdagi mahsulot haqida sizlarga informatsiya beradi va shuni olishinglar mumkin bo'ladi. Agar men bitta applicationni to'liq to'ldirib yuborishni bo'lsa, yuboriladi xabaringlar va adminlarga boradi bu xabar. Ana endi esa mahsulotni izlashni search qismiga keldik. Hozircha searchda aniq mahsulotlar kiritilmagan. Searchda faqat order raqam orqali izlash mumkin mahsulotni. Misol uchun shkaf yokida Toshoyna shkaf shunaqa deb yozsa aniq mahsulotlar chiqib kelmaydi, yokida kravat deb yozsa aniq mahsulot kelib chiqmaydi. Chunki hali saytimizda to'liq bitmagan, tayyor bo'lmagan. Hozircha faqatgina order raqam orqali ishlaydi. Xo'p, bizga misol uchun 18-raqamli order raqamdagi mahsulotimizga kerak. Nima qilamiz? 18 deb yozamiz va enterni bosamiz. Va ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda 18-raqamli order raqamda turgan mahsulotni bizga olib keldi. Xo'p, ana endi 10-raqamli mahsulot kerak. 10ni bossak, mana 10-raqamli mahsulotimizga olib keldi. Saytimizda mana shunaqa juda ham oddiy ishlaydi va manzilni bosib do'kon manzilini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Men hali manzilni kiritmaganman. 1 kundan ichida sayt polni tayyor bo'ladi. Raqam men bu larga ham qarasanglar, summasiga hammasini summasi bir xil. Chunki hali klientimiz har bir mahsulot summasini menga bergan emas. Har bir mahsulotni summasini bersa, keyin hammasiga to'ldirib chiqaman bularning summasini. Saytimizda shunaqa ishlaydi. Bu qanaqa chiqadi desanglar, любой bitta brauzerga kirasizlar. Hozir menda Google browser yoki Yandexdan ham qidirsanglar bo'ladi. Bu yerga yozasizlar. Alliance chiziqcha mebellari.netlify.app deb yozasizlar va enter deb bosasizlar. Shu saytimizga kirib ketadi. Xo'p, bu videodan maqsad nima? Birinchi maqsad bu meni qilgan ishim. Mana shu saytni men qilganman. Sizlar ham xuddi mana shunaqa sayt buyurtma berishinglar mumkin. Xohlasanglar blog uchun, xohlasanglar portfolio uchun, xohlasanglar UC servis misol uchun kiradi. UC ni misol uchun qancha UC kerak misol uchun shuni yozadi, summasini yozadi va apply qilib jo'natadi va UC olinadi. Shunaqa UC olish uchun veb-sayt yokida bir sohada misol uchun veb-sayt yarata olaman. Misol uchun qanaqa veb-saytlar bor? Misol uchun Timo degan veb-sayt bor. Hozirda buni hamma bilsa kerak. Misol uchun bu ham bir veb-sayt turiga kiradi. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerdan chiqyapti.
men yaratgan narsalarni ham xuddi shunaqa qilib chiqarsa bo'ladi. Hozir mana buni ham yozib chiqardik, ko'rgan bo'lsanglar. Kimga mana shunaqa veb-sayt kerak bo'lsa, albatta meni lichkamga yozaverasizlar. Yokida kommentariyada mana shunaqa veb-saytlarda application to'ldirib veb-sayt yasatib olishingiz mumkin. Kommentariyada lichkasini qoldiraman, o'sha saytga kirib, o'zingiz uchun veb-sayt to'ldirib, application qilib, veb-sayt yasatib olishingiz mumkin. Veb-saytimizni 2 kundan 2 haftagacha muddat oladi, saytning katta kichikligiga qarab. Odatda oddiy foydalanuvchilar uchun unchalik katta bo'lgan veb-sayt yasalmaydi. Shuning uchun 1-2 kunda yasab beriladi. Agar sayt kattaroq bo'lsa va mukammalroq bo'lsa, 2 haftagacha vaqt olishi mumkin. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.